Tabriklayman, hurmatli mijoz. Eng zo'r xonadonlardan birini xarid qildingiz. Oilangiz bilan maza qilib yashang. Sog' bo'ling. Qizlarjonlar, bu xonadonlarning narxini eshitib, o'zim klientlarga uy sotgim kelib ketdi. Telefon qilsanglar, o'zim sizlarga zo'r kvadrat metrlardan tanlab beraman. Yaqinda sizlarga 4 qavatdan iborat, ichida hattoki liftlarigacha bor. Mana shu yangi O'zbekistondagi kottejni tavsiya qildim. Afsuski, bu yerda umuman xonadon qolmagan. No, aynan shu qurilish kompaniyasidan shuni yonginasida joylashgan katta zo'r proyekt topib qo'ydim. Qizlarjonlar, narxi shunaqa shokolad lokatsiyasiga, agar bunga ham ulgurib olmasanglar, bu yerdan ham quruq qolasizlar. Mirzo Ulug'bek tumani shundoqqina yangi O'zbekiston bog'ini orqasida joylashgan 3 qavatdan bo'lgan iborat domlarni keyingi yil 1-choragida topshirishadi. Domni qulayliklariga keladigan bo'lsak, 1,5 gektarga 1000 ta emas, atiga 240 ta xonadon joylashtirishgan. Parkovka mutlaqo bepul, zelyoniy zona va detskiy plashatkalari ham bor. Bir xona, 2 xonali kvartiralar tugab ketganiga ancha bo'lgan, lekin aynan bir xonali uy qo'yaman deb ko'tarib yurgan 43 ming dollaringizga botdan siz bemalol 3 xonali kvartirani xarid qilsangiz bo'ladi. Yangi Toshkent va yangi O'zbekiston bu bizani va farzandlarimizning kelajagiga. Ishoninglar, uyo tomonlardan 1 kvadrat metr uchun keyingi yil boshiga bitadigan uylarni 7 million 400 ming so'mdan hayotda topa olmaysizlar. O'shaning uchun kelinglar, tez xonadonlarni xarid qilishga ulgurib olinglar. Ofislari juda ham qulay, Toshkent City Boulevard domi tagida joylashgan.